Botulizm haqida eshitganmisiz? Uning salbiy tomonlarini bilasizmi? Botulizmning asosiy sababchisi uy sharoitida tayyorlangan konserva hisoblanadi. Infeksion ovqatdan zaharlanishning eng xavfli, aksariyat hollarda o'limga olib keladigan turi bu botulizm kasalligi hisoblanadi. Har bir fuqaro bu kasallikning kelib chiqish sababi va oldini olish choralarini bilishi zarur. Kasallikning kelib chiqishiga asosiy sabablardan biri uy sharoitida tayyorlangan sabzavot konservalari, tuzlamalar, sabzavot ikralari, salatlarni iste'mol qilish hisoblanadi. Sabzavot konservalarini tayyorlashda mahsulotlarni yetarlicha tozalamaslik, belgilangan termik ishlov bermaslik oqibatida kasallik qo'zg'atuvchilari konservalar ichiga tushib, o'zidan zahar ajratib boshlaydi. Botulizm qo'zg'atuvchilari o'ta zaharli bo'lib, ilon zahridan 30 barobar kuchli ta'sir ko'rsatadi. U nerv va qon aylanish sistemasi, bosh miya hamda mushak to'qimalarini jarohatlaydi. Botulizm kasalligining dastlabki 8-12 soatida bemor qornida og'riq, ich ketishi, qayt qilish, holsizlik, og'iz qurishi, chanqash kabi belgilar kuzatiladi. 2 kun ichida bemorda ko'rish qiyinlashadi. Buyumlar ikkita bo'lib ko'rinishi, yutinishning qiyinlashishi kuzatiladi. O'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmasa, kasallikning og'ir belgilari: periferik nerv sistemasining zararlanishi oqibatida mushaklar falajlanishi kuzatiladi. Organizmning nafas olishi qiyinlashib, nafas yetishmovchiligi natijasida o'lim holati ham kuzatilishi mumkin. Uning oldini olish uchun quyidagi holatlarga e'tibor berish kerak. Uy sharoitida sabzavot konservalarini tayyorlab iste'mol qilmaslik. Bozorlar, ko'chalar va savdo shoxobchalarida uy sharoitida tayyorlangan, ishlab chiqaruvchisi noma'lum, yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan, sifati va xavfsizligiga kafolatlovchi hujjatlari bo'lmagan oziq-ovqat, konserva mahsulotlarini xarid qilmaslik. Konserva bankasining qopqog'i ko'tarilgan, tarkibiy tiniqligi buzilgan va boshqa ko'rsatkichlardan birontasi sizga shubhali tuyulsa, bunday mahsulotni iste'mol qilmaslik shart. O'zingizda holsizlanish, so'zlashuvning qiyinlashuvi, ko'rish qobiliyatining buzilishi, nafas olishning qiyinlashishi, harakatlarda o'zgarishlar kabi kasallik belgilarini sezsangiz, uy sharoitida o'zboshimchalik bilan davolanmasdan zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. O'zingizni va yaqinlaringizni doimo asrang.